Optim MDF eshiklarni yasab sotiladigan birinchi qo'l joy yetib keldi do'stlar. Bu yerda xohlagan turlarni, xohlagan fasonlar, xohlasa oqidan deysizlarmi, klassik fasonda deysizlarmi, HT fasonda deysizlarmi, любойdan yasab berishaveradi do'stlar. Undan tashqarida do'stlar, eshik romlari ham bo'ladi do'stlar. Bularni ham hozirgi kunda necha puldan bo'ladi, necha kunda yasab berishadi. To'liq ma'lumotni xudo xolasa Tohirjon akamizdan olib o'tib ketamiz do'stlar. Azrimiz aytadigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Yakartutamiz do'stlar. Hozirgi kunda mana shularni to'liq narx-navolarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Tohir aka, yaxshimisiz? Qanchasidan ishlayapsizmi? Rahmat aka, Beshur aka. Aka, o'zlaringiz ishlab chiqarib birinchi qo'l sotasizlar aka, xudo xolasa aka. Chiqaramiz birinchi qo'l. Bu yerda o'zlaringiz sexlaring, mana shu binoda o'zimiz seximiz shu yerda. Juda ham zo'r. Xo'p, birinchi bo'lib mana shu haytekimizdan boshlaydigan bo'lsa aka, bu haytekimiz aka razmeri nechiga yetchi и narxi nech bilan chiqadi aka? Bu eshigimiz bo'yi 230 ga, endi 90 razmerda bo'ladi, standart razmer deyiladi. Bu mokri rangda akfalarga ham juda mos holatda tushadi. Ko'pchilik akalarimiz talablariga mos tushyapti. Ichkari tashqi qilaman. Juda ham zo'r Bu bo'lsa. neoklassika uslubda taroqlar, pillalar ham yaxshidan ko'chmaydigandan ertaga yaxshi xizmat qiladi. Ya'ni darrov ichib ketib qolib yoki bo'lsa 2-3 marta artganda ichib ketib qolmaydi aka ular. Qolmaydi, ancha ishlaydi xolos. Juda ham zo'r bo'lsa, uch-qarani. Zamonlar ham yaxshidan. Rezinkalari bor. Tayyor. Tayyor holatda, xudo xolasa. Asosiysi lok bo'yoq mahsulotlari ham yaxshidan foydalaniladi. Yaxshi xizmat qiladi. Yaxshi xizmatlar qilib beradi. Xo'p, narxi nechta chiqadi aka bu? Xo'p, narxi bir donasiga sotiladi, kvadrat aytmaymiz, ozroq chiqish uchun. Donasi 1.400 mingdan boshlab 1.600, 800 holatiga qarab, materialga qarab, ichi to'laliga qarab ketaveradi. O'zgarib boraveradi. O'zgarib Bu boraveradi. aytilgan narxlar ichida qayergacha dastavka bo'ladi aka? Dastavka Vodiy, Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab dastavkalar ichida bo'ladi. Dastavka ustunovkalari bepul bo'ladi. Misol uchun 5 tadan 4 tadan boshlab ichida ketaveradi. Xo'p, nechta olish kerak buning uchun? Eng kamida aka Eng kamida 4 ta olishsa, dastavka ustunovkalari bepul bo'ladi ichida. O'sha Toshkent shahri bo'ylab, Toshkent tumanlariga ham olsa borib, eng kamida 4 ta olishadigan bo'lsa. Juda ham zo'r bo'lsa. Xo'p, Voha viloyatlariga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Voha tomonlar, xudo xolasa. Voha tomonlar. Xo'p, bunisi Xo'p, bu kirashli eshigimiz, original eshiklar, ko'rinib turibdi, yaxshi holatda. Apklatli eshigimiz. Bu soylarni ochib qo'yganmiz, zakaz eshigimiz bu. Yonlariga ashkalar bilan devorlarni o'rab berishi bilan hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Buni narxi 2 million so'mdan boshlanadi, boshlanish narxi. Boshlanish narxi 2 million so'mdan boshlanadi. Ichlari to'la holatda sasna rekidan karkazda to'qilgan, narxiga yarasha qalinligi ham 08 MDF dan bo'ladi. Plastik MDF. Xo'p, endi aka bu ikkalasini mabodo zakaz berish, umuman eshik romlar zakaz berishadigan bo'lsa, minimum qancha muddatda yasab berasiz eng qisqasi? Hop, eng kam muddatda, endi ko'pchilik 1 oy, 25 kun muddat aytishadi. Biz ishchilarimiz yoki xodimlarimiz, shogirdlarimiz ko'pligiga, stanoklarimiz ham yaxshilik nisbatiga muddati 15 kun atrofida tayyorlab o'rnatib beramiz. 15 kun atrofida xohlasangiz. Eng zakaz ko'p ozligiga qarab. Xo'p, bunisi aka. Bu korичневый rangda to'qroq araxiviy deyiladi. Ranglarda tanlov bor. Bu заводской endi o'chmaydi, ko'chmaydi degani xuddi shu bo'ladi hali. Ancha xizmat qiladigan, qo'slar bo'lib ketmaydi. Ko'pchilik akalarimizda bor. Uylarda MDFlar qo'slar bo'lib ko'chib, yomon bo'lib ketgan. Bular yaxshi holatda ishlaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bu nechta chiqadi aka? Hop, bu eshiklarimiz ham, bu eshiklarning narxi bir xil chiqadi, 1.400 mingdan boshlanadi. Faqat sifatli eshiklar bor bizda, zakaz eshiklar. Bularda ham narxi bir xil. Bu patkirashli eshiklar, oq rangda, rang tanlamaydi. Xohlagan rangda tanlashaveradi, vibrlarimiz bor. Narxi bir xil. Ketaveradi. Hozir bu do'stlar matviy holatda turib, bu oq do'stlar, olasa qora desam, olasa seri desam, olasa jigarancha rangiga pul qo'shilmaydi aka. Rangi narxi qo'shilmaydi, xohlasa faqat fasoniga, turiga, aynini sifatiga qarab turib plyus minus bo'laveradi aka. Bu aynaylingiz nech pul chiqadi, endi bekor bo'lsa nech pul chiqadi? Xo'p, oynagi bilan ichida bo'ladi, yopig'i ham narxi bir xil chiqadi. Bizda vibr ko'p, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xohlaganini tanlab olishadi, 4 ta oladigan bo'lsa, Vodiy bo'ylab Toshkent tumanlarigacha olib borib o'rnatib bepul. Vodiy, Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab Volniy uстановка, dastavkalar bepul bo'ladi, xudo xolasa. Juda ham zo'r do'stlar. Agar ko'proq olaman deydigan bo'lsangiz, do'stlar, bu aytilayotgan narxlarda yana ham xudo xolasa kelishgan holatda bo'ladi. Xo'p, bunisi aka. Bu och seri rangda, gullari qora, Rasulov fasonda bo'lgan oynali, yopiq, bularning narxi bir xil. Oynalari bilan ichida bor dastavka uстановkalari, qoshlari bilan ichida bo'ladi, aytgan narxning ichida. Xo'p, endi qarang aka, aynaylar deyilyapti. Aynay обычный bo'ladimi aka yo gulli? Aynaylarda ham tanlov bor. Bizda tanlov juda ko'p. Katalogimiz ham bor, juda ko'p qamrovda. Xo'p, oynalari gulli, yodoviy oyna, oq gulli, oddiy oyna farqi yo'q, bir xil narxda chiqadi. Bir xil narxda chiqadi. Juda to'g'ri bo'lsa. Bu обычный fasondagi, bu обычный fason apklatli eshigimiz. Bu ham заводской laminatdan bo'lgan yaxshi gullarni mana turistskiy loy bo'yoq mahsulotlaridan foydalanganmiz. Ancha xizmat qiladi. Bu ham narxiga yarasha. Bular ham
1,800,000 so'mdan boshlanadi boshlanishiga. Boshlanishi. Ha, qalin MDFdan bo'lgan, уже odam ko'tara olmaydigan, og'ir shunaqa, ichida to'la bo'lgan, baquvvat holatda. Zo'r bo'lsa, xudo xolasa. Xo'p, bularimiz derazalarimiz nechi puldan boshlanadi? Xo'p, derazalarimiz narxi 1,200,000 dan boshlanadi. 1,200,000, 1,400,000, 1,5 million bular ham holatiga qarab, MDFlarimiz qalinligiga, sifatiga. MDFning turi ko'p aka, juda bilasiz. O'sha 400,000, 500,000 dan boshlanib ketaveradi. Bizda faqat sifatlilardan boshlanadi. Garantiyali bo'ladi, asosiysi o'chmaydi, ko'chmaydi. Ana shular bemalol tekshirib ko'rsa ham, mayli tushunadigan ustalar bo'lsa, akalarimiz. Xo'p, bu aynaklarimiz aka, u aynak bilan birgalikda ketadimi aka? Xo'p. Shu narxda ichida yo отдельно mashina romini o'zimi? Hop, romlarimizni ham oynalar ichida komplet tayyor, o'zimiz borib qo'yib, germetikalarni qilib, 5 shumni qilib o'rnatib beramiz. Xo'p, buni nechta olish kerak aka? Eng kami. Nima? Eng kami nechta olish kerak? Eng kami buni ham 4 ta olish kerak. Buni 4 ta olish kerak. 4 ta olinsa, o'sha dastavka ustanovkalari bepul bo'ladi. Zo'r bo'lsa, xudo xolasa qaranglar, qalali. Xohlasalar do'stlar, bunaqa fasonda xohlasa, bunaqa fasonda xohlasa, kattaroq, kichikroq, razmeriga qarab turib, narx-navosi plus-minus bo'lib ketaveradi aka. Kattasi kattaroq, razmeriga qarab o'zgaraveradi. Juda ham bu standart narxga, razmerga narx aytyapmiz. Xo'p, nechiga necha aka bu? Hop, razmeri 120 ga 160 razmerda. 120 ga 160 bo'lsa, juda ham zo'r bo'lsa, xudo xolasa aloqa chiqarsa. Endi kichikroq so'rayotganlar shu, mana sizlarga hamyon bor, kichikroq variant. Kichikroq eshiklarimiz 1 million atrofida chiqadi, 9,000 1 million so'm. Bu ham razmeriga qarab narxi o'zgaraveradi. Narxlar plus-minus. Haytag eshigimiz bu. Akrillari ham mana yaxshisidan qo'yilgan. Buni ham 4 xili bor. Yaltirab turibdi, original narsa ishlatilgan. Original narsalar ishlatilgan. Xo'p. Endi aka, bitta ichkari ko'rsatishdan oldin manzilimizni bitta tushuntirib o'taylik. Biz hozir qayerdamiz aka? Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Yakatut MFda 5 ko'chani oldida. 5 ko'chani oldida aka. 5 ko'chani oldida. Bu tomondan mana Zarkenda, Toshloq tuman Zarkendan kelish. Bu tomoni Quvani yo'li 5 ko'cha. 5 ko'cha deyishadi do'stlar, mana shu tomonda. Bu yerda do'stlar o'zlarining sexlari bor do'stlar, mana shu yerda yasab o'zlari sotishadi do'stlar, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar mana mahsulotlari, apparatlari ham mana shu yerda bo'ladi. O'zlari birinchi qo'l ishlab chiqaradigan joydamiz do'stlar. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga qo'limizdan yancha ma'lumotlar berib o'tdik. Kimga shunaqa MDF ishlar optim birinchi qo'l yasab sotiladigan joyda kerak bo'lgan bo'lsa, Tohirjon akamizga aloqaga chiqaverasiz. Soqqani bos kanalida olsangiz, chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilishar aka. Kattaga rahmat, arzon sog'liq, rahmat aka.